Xullas o'zi nok bog'ida biz mayda shoxlarni maydalab bo'lgandan keyin traktorda maydaladik mayda shoxlarni. Undan keyin mana shu ko'rinishdagi go'ng sepyapmiz. Bu yerda ham go'ng bor, ham go'ng bor, bu yerda ham tovuqli go'ngi bor. O'shaga yozib qo'ygan. Mikro elementlar bor. Har bitta daraxtga ikki qopdan sepyapmiz. Har bitta qop 20 kilolar, 20 kilolik qop. Har bitta daraxtga 40 kilo. Endi dalani holatini ham ko'rish kerak. Tepadan pastga qaragan holatda bo'lsa, pastga cho'kkan bo'lsa dala bog'. Yuqori qismiga ko'proq biz berishimiz kerak bo'ladi. Nimaki yomg'ir yog'adi, qor yog'adi, hammasi pastga qarab oqishga boshlaydi. Iloji boricha tepa qismiga ko'proq sepsak, past qismiga odatdagidek sepsak bo'ladi. Shunda balans bo'lgan bo'ladi. Endi biz buni mana shu holatda tashlab qo'ymaymiz. Bu qoplarni hozir bo'shatgan qoplarni olib tashlab, traktorda yana bir yer haydab yuboramiz. Uni shunda bu bir xil tekislikda yoyilgan bo'ladi. Shunaqa gaplar.